Agar ovozingiz o'zingizga yoqmayotgan bo'lsa va eshitayotgan odamlarga ham u yoqmayotganligini sezayotgan bo'lsangiz, demak siz kuchlanish bilan, ya'ni kuchanib tomoqdan gapiryapsiz. Lekin siz pastga, sof va ishonchli ovozda gapiradigan bo'lsangiz, bu ovoz sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sofligini va ovozingiz kabi baquvvat ekanligini ko'rsatadi. Agar siz ham mana shunday ovozdagi barxitni paydo qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi mashqni takrorlang. Holatida mashqni mato'shini ushlab turasiz va 5 daqiqadan so'ng zarba qo'shasiz. 3-qadamda esa unlilarni qo'shasiz, ya'ni tarzda mashqni takrorlang. To'xtamasdan yarim soat bu mashqni qiladigan bo'lsangiz, kafolatlangan natijaga ega bo'lasiz. Faqat ovoz va talaffuzingizning o'ziyoq kimligingiz haqida ancha-muncha ma'lumot berib qo'yadi. Agarda siz ham notiqlik mahoratini o'rganmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Nodir Nuriddinov akkauntiga obuna bo'ling.